Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli talabalar, hurmatli bilimga chanqoq o'quvchilarimiz va boshqa oliy ta'limda tahsil oluvchi talabalar. Men Central Asian Medical University patologiya asoslari va sud tibbiyot kafedrasi assistenti To'xtasin Muhammad diyorman. Bugundan boshlab sizlar bilan biz patologik anatomiya fani bo'yicha video darslar olib boramiz va patologik anatomiyaga bog'liq bo'lgan har xil masalalarni ko'rib chiqamiz. Bu narsa foydali va unumli bo'ladi degan umiddamiz. Bugungi mavzuyimiz asosan demak distrofiya, ya'ni patologik anatomiyada eng ko'p uchraydigan, ya'ni talabalarimiz uchun eng qiyin bo'lgan, lekin juda ham muhim bo'lgan mavzulardan biri bu distrofiya mavzusi haqida gaplashamiz. Distrofiya degan mavzu o'zi nima? Distrofik jarayonlar bu qanaqa jarayonlar? Organizmdagi patologik jarayonlar sifatida distrofik jarayonlar qanday ahamiyatga ega ekanligini bugungi darsimiz davomida ko'rib chiqamiz. Distrofiya, ya'ni har bir so'z o'zining ma'nosiga ega, ya'ni lotin tilidan olinadi. Bizda tibbiy atamalar aynan distrofiya so'zi ham lotin tilidan olingan bo'lib, dis so'zining ma'nosi bizda buzilish, atrofga oziqlanish degan so'zdan olingan. Ya'ni distrofiya oziqlanishning buzilishi deb tarjima qilishimiz mumkin bo'ladi. Biz bu jarayonda aynan patologik jarayon sifatida o'rganib chiqamiz. Demak, distrofiya oziqlanishning buzilishi bu qanday jarayon? Bu asosan aytganimizdek, demak, oziqlanishning buzilishi. Bu nima degani? Bu moddalar almashinuvining buzilishi bilan bog'liq bo'lgan zararlanish. Ya'ni bizdagi barcha oziq moddalar deymiz, o'sha oqsillar, yog'lar, uglevodlar yoki boshqa turdagi moddalar organizmga tashqi muhitdan qabul qilinadi va buni biz ko'pincha ozuqa sifatida qabul qilamiz va bu moddalarning buzilishi bilan bog'liq kasalliklarni biz distrofik kasalliklar deb ataymiz. Shuning uchun bu jarayonning nomini biz distrofiya jarayoni deb ataganmiz. Aynan distrofiya jarayonida qaysidir moddalar almashinuvi buziladi va buning natijasida ana shu qaysidir hujayra shikastlanadi. Bu bo'lishi mumkin. Demak, epiteliy hujayrasi yoki boshqa bir biriktiruvchi to'qima hujayrasi, har xil organizmdagi har qanday hujayrani moddalar ta'siridagi shikastlanish jarayoni nima deymiz? Distrofiya. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, distrofiya jarayoni bu oziqlanishning buzilishi yoki boshqacharoq qilib aytadigan bo'lsak, moddalar almashinuvining buzilishi natijasidagi hujayraning shikastlanishi deb tushunishimiz mumkin bo'ladi. Davom etamiz. Demak, distrofiya jarayoni har bir boshqa jarayonlar singari o'zini bosqichlariga ega. Demak, bizda любой proses bosqichma-bosqich davom etadi. Xuddi shunday distrofiya jarayonining ham 4 xil bosqichi bor. Birinchisi bu infiltratsiya. Infiltratsiya bu aynan organizmdagi hali shikastlanishga sabab bo'luvchi moddalarning to'planishi, ya'ni qon oqimi bo'ylab kelishi mumkin, limfa oqimi bo'ylab kelishi mumkin yoki ovqat hazm qilish yo'llari orqali kelib, qayerdadir moddalarning to'planib qolish jarayoni nima derkanmiz? Infiltratsiya jarayoni deb ataymiz. Keyingi jarayonimiz nomi bu dekompozitsiya jarayoni. Dekompozitsiya jarayonida endi boyagi to'planib borgan moddalarimiz qisman, demak, noto'g'ri parchalanishga uchraydi va mana shu parchalanish jarayonining nomini biz dekompozitsiya deb ataymiz. Keyingi jarayonimiz bu transformatsiya jarayoni. Transformatsiya jarayonida organizmdagi ba'zi moddalardan yoki monomerlardan o'ziga xos bo'lmagan boshqa turdagi polimerlar hosil bo'ladi. Masalan, uglevodlardan oqsillar yoki oqsildan demak yog'lar yoki yog'lardan uglevodlar miqdorining hosil bo'lishi va bu modda organizmda ko'payib ketishidan hujayralarda shikastlanish kelib chiqishi mumkin. Mana shu jarayon nomini nima deb atar ekanmiz? Demak, bu jarayon transformatsiya jarayoni deb ataladi. Va oxirgi 4-jarayonimiz nomi esa aynigan sintez jarayoni. Bunda organizmda normada uchramaydigan qanaqadir anomal moddalar hosil bo'ladi. Masalan, buyrakda turli xil toshlar yoki o't pug'ayida, o't yo'llarida har xil toshlar paydo bo'lib qolishligi mumkin. Mana shu jarayonda demak mexanizmi aynigan sintez ko'rinishida kechadi. Demak, distrofiya jarayonimiz 4 ta bosqichdan iborat: infiltratsiya, dekompozitsiya, transformatsiya va aynigan sintez degan bosqichlardan iborat. Endi distrofiya jarayonini, demak, distrofiya nomli buzilishimizni o'zini bir necha turlari bor va biz bularni klassifikatsiya qilib chiqamiz. Xo'p. Demak, distrofiyani turlariga bo'lishda biz ikkita jihatni hisobga olamiz. Birinchi o'rinda distrofiyaga sabab bo'luvchi omillar. Biz aytdik, distrofiya moddalar almashinuvining buzilishi hisobiga kelib chiqadi deb aytdik. Ya'ni moddalar bizda distrofiya kelib chiqishiga sababchi hisoblanyapti va bu moddalarni biz etiologik omil deb ataymiz. Etiologiya so'zi, ya'ni kasallikning sababchisi degan ma'noni anglatadi. Demak,
aynan distrofiya jarayoniga sababchi bo'luvchi omillar bular: oqsillar, yog'lar, uglevodlar, mineral moddalar yoki har xil pigmentlar bo'lishi mumkin ekan. Shunga ko'ra aynan etiologiyasi oqsilli, yog'li, uglevodli, mineral hamda pigmentli distrofiyalarni bir-biridan farqlaymiz. Demak, bu etiologiyasiga ko'ra edi. Endi bundan tashqari biz aynan ana shu jarayonni organizmning qaysi qismida kechayotganligiga qarab turib esa 3 ta turga bo'lib olamiz distrofiyani. Birinchisi bu parenhimatoz distrofiyalar. Aynan parenhimatoz distrofiyada boyagi moddalarning to'planishi yoki hujayrani shikastlashi aynan qaysidir hujayrani ichki qismida ketadi. Ya'ni hujayra ichida modda to'planib shikastlanish keltirib chiqarsa, buni nima deymiz? Parenhimatoz distrofiya deb ataymiz. Agar aynan ana shu qaysidir moddamiz hujayrani ichida emas, uning tashqarisida, oraliq moddada, aynan stromada ketsa, buni biz stroma tomirli distrofiya. Nima uchun stroma yoki tomirli distrofiya deymiz? Biz aynan gistologiya fanida o'rganganmiz. Barcha argo organlar ikkita qismdan iborat. Ya'ni parenhima qismi bor va stroma qismi bor. Masalan, jigarni olib qaraylik. Jigarni ko'radigan bo'lsak, jigar parenhimatoz a'zo, parenhima qismini gepatotsitlar deb ataluvchi hujayralar tashkil etadi. Oraliq qismini esa fibrotsitar hamda gistiositar hujayralardan tashkil topgan bo'ladi. Aynan o'sha yerdagi gepatotsitlarning ichida jarayon ketsa, biz buni nima deb atadik? Parenhimatoz distrofiya deb atadik. Mabodo aynan moddalarning to'planishi, shikastlanish oraliq to'qimada haligi fibrotsitar hujayralarda yoki aynan jigardagi yoki boshqa a'zodagi oraliq qon tomirlarining ichida ketsa, jarayonni biz stroma tomirli distrofiya deb ataymiz. Endi agar ikkovi ham shikastlansa-chi, ya'ni jarayon ham hujayrani ichida, ham oraliq to'qimada, ham qon tomirlar ichida ketsa, bu jarayon nomini biz aralash distrofiya deb ataymiz. Umuman olganda joylashishiga ko'ra distrofiyalarimiz 3 ta turga bo'linadi: parenhimatoz, stroma tomirli va aralash distrofiyalarga bo'lib o'rganamiz. Tetdik. Demak, endi biz aynan parenhimatoz, ya'ni hujayrani ichida kechuvchi distrofik jarayonlarni bir necha turlariga bo'lib o'rganib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ketdik. Demak, parenhimatoz oqsilli distrofiyalar. Demak, bizga bu narsa berib turibdiki, parenhimatoz jarayon hujayrani ichida ketyapti. Oqsilli distrofiya oqsil moddasini buzilishi bilan bog'liq bo'lgan holatda kelib chiqayotganligini bilishimiz mumkin bo'lyapti. Parenhimatoz oqsilli distrofiyalarni o'zini 3 ta turga bo'lib o'rganamiz. Birinchisi bu gidropik distrofiya, ikkinchisi gialin tomchili distrofiya, uchinchisi bu muguzli yoki shoxli distrofiya deb ataladi. Demak, bular bir-biridan nimasi bilan farq qilishini ko'rib chiqamiz. Gidropik distrofiya, bu distrofiyaning ikkinchi nomi suv vakuolli distrofiya ham deb ataladi. Nimaga bunaqaligini hozir siz bilan ko'rib chiqamiz. Aynan gidropik distrofiyada hujayraga tashqi muhitdan suv ko'p miqdorda kirishni boshlaydi. Ya'ni hujayraga ko'p miqdorda nima kirar ekan? Suv kiradi. Aynan ko'p miqdorda suv kirgandan keyin hujayraning ichida joylashgan maxsus suvni o'zida saqlovchi organoid bor va biz buni siz bilan vakuola deb o'rganganmiz. Ana shu vakuola hajmi haddan tashqari kattalashib ketadi va bu atrofda joylashgan boshqa organoidlar, mitokondriya, ribosoma, endoplazmatik tor va bundan tashqari yadroni ham hujayra chetiga surib, hujayrani shikastlab qo'yadi va oxir-oqibat hujayrani o'lishiga, nekrozga uchrashiga sabab bo'lishi mumkin. Mana shu distrofiyaning nomini biz suv vakuolli yoki bo'lmasam gidropik distrofiya deb atadik. Endi nima uchun biz buni oqsilli distrofiya kiritib yuboryapmiz? Bu suv bilan bog'liq holatda zararlanish keltirib chiqaryapti-yu degan savol tug'ilishi mumkin va bu narsani mexanizmi aynan oqsilga bog'liqligi uchun biz buni oqsilli distrofiya sifatida o'rganyapmiz. Chunki hujayrani ichida qanchalik oqsil miqdori ko'p bo'ladigan bo'lsa, hujayra o'ziga ko'p miqdorda suvni shimishni boshlaydi. Va mana shu hujayrada oqsil ko'payib ketishi, tashqi muhitdan hujayra ichiga ko'p miqdorda suv kirishiga va bu esa keyinchalik gidropik distrofiyaga sabab bo'lishi mumkin. Demak, gidropik distrofiyani oqibati nekroz deb aytib o'tdik, nekroz. Aynan nekrozning turlari bor bizda. Keyingi darslarimizda tanishib chiqamiz. Suv hisobiga kelib chiqqandan keyin bu hujayralar to'plami nam, ho'l ko'rinishda bo'ladi va mana shu nekrozning nomini biz kollikvatsion nekroz deb ataymiz. Kollikvatsion nekroz. Ya'ni kollikvatsion nekroz bu gidropik distrofiyaning oqibati hisoblanyapti. Ikkinchi turdagi oqsilli distrofiyamizning nomi gialin tomchili distrofiya. Bu qanday amalga oshirilganini ko'rib chiqamiz.
Demak, bu turdagi distrofiyada hujayra membranasining o'tkazuvchanligi ortib ketadi yoki hujayra tashqarisida haddan tashqari oqsillarning ko'payib ketishi hujayra ichiga oqsil moddalarining ko'p miqdorda kirishiga sabab bo'ladi. Biz bilamiz, hujayraning ichida maxsus organoidlar bor, to'g'rimi? Va bu organoidlarni aytamiz biz lizosomalar deb ataymiz. Lizosomalarning vazifasi ular ichida 40 ga yaqin gidrolitik fermentlar saqlaydi, shu jumladan proteazalar ham. Ya'ni aynan shu fermentlar hujayraga kirgan oqsillarni parchalab tashlash kerak o'zi normada. Lekin tashqi muhitda ko'p miqdorda oqsil kirayotganligi uchun hujayra ichiga bu lizosomalar aynan oqsilni yutadi, parchalashga harakat qiladi, lekin bu oqsilni parchalab yubora olmaydi. Nima uchun? Chunki tashqaridan kirayotgan oqsil miqdori shunaqangi ko'pki, lizosomalar qo'pol qilib aytganda ulgurmay qolyapti oqsilni parchalashga. Va qarabsizki, mana shu lizosomalar ko'pgina top bo'lib joylashadi va ichida oqsil saqlaydi. Va biz buni mikroskopda ko'rganimizda yaltirab ko'ringanligi uchun, ya'ni yaltiroqroq ko'rinish berganligi uchun biz buni gialin tomchili distrofiya deb atayapmiz. Demak, gialin tomchili deyilishiga sabab aynan gialin tog'ayi degan tushuncha bor organizmda. Bu yaltiroq tog'ay bo'ladi. Aynan shunga o'xshash bo'lganligi uchun biz buni gialin tomchili distrofiya deb atayapmiz. Va bundan keyin buning oqibatiga keladigan bo'lsak, bu asosan hujayrani bu ham nekrozga uchrashiga sabab bo'ladi va bu nekroz nomini biz bu safar quruq nekroz sifatida tan olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda hech qanday suv yo'q, hujayraning o'lgan massasi quruq holatda saqlanib qolganligini ko'rishimiz mumkin. Va bu nekroz nomini biz koagulyativ nekroz deb ataymiz. Koagulyatsion nekroz jarayoni rivojlanadi. Endi keyingi distrofiya turimiz, ya'ni parenhematoz oqsilli distrofiyalarimizning keyingi turi bu muguzli distrofiya, ya'ni shoxli distrofiya. Bilamiz, organizmda epiteliy to'qimasi bor. Epiteliy to'qimasini biz turlarga bo'lib o'rganamiz, ya'ni yassi epiteliy, silindrsimo epiteliy yoki kubsimo epiteliy. Yassi epiteliyalar ham muguzlanish xususiyatiga ega bo'lgan xillari bor, masalan, terida yoki muguzlanish xususiyatiga ega bo'lmagan epiteliy hujayralari bor. Bularni og'iz bo'shlig'ida, burun bo'shlig'i, halqum, qizil o'ngach kabi a'zolar shilliq qavatda ko'rishimiz mumkin. Va mana shu muguzlanish xususiyatining o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan distrofiyani biz muguzli distrofiya deb atayapmiz. Buni ham ikki turini farqlaymiz. Birinchi turi aynan biz aytib o'tdik boya, og'iz, halqum, qizil o'ngach dedik. Mana shu sohada joylashgan epiteliy hujayralari muguzlanish xususiyatiga ega emas. Ya'ni hech qachon ulardan muguz modda hosil bo'lmaydi. Lekin organizmga tashqi muhitdan har xil omillarning ta'sir ko'rsatishi, turli xil changlar, turli xil kanserogen omillar ta'sirida ana shu demak hazm sistemasi yoki nafas sistemasi joylashgan muguzlanmaydigan epiteliy hujayralarimiz muguzlanish xususiyatiga ega bo'lib qoladi. Va mana shu jarayonni biz muguzli distrofiya deb ataymiz. Yoki bo'lmasam, aynan terida muguzli epiteliy joylashgan. Biz normada teri muguzlanuvchi epiteliyni tashkil topgan a'zo deb hisoblaymiz. Ba'zi holatlarda aynan teridagi muguz qavati haddan tashqari ortib ketishi mumkin. Va mana shu haddan tashqari ortib ketish jarayonini ham biz muguzli distrofiyaning ikkinchi turiga kirgizib o'ryapmiz. Misol uchun qadoqni misol qilishimiz mumkin. Demak, siz uzoq vaqt qo'lingizda ishlayotganingizdan keyin, ya'ni o'g'il bolalar zalga boramiz, tosh ko'taramiz yoki bo'lmasam bahor payti ketmonda olasiz, chopasiz, natijada qo'lingizda har xil qadoqlar, qo'lingizda qatishlar paydo bo'lishni boshlaydi. Yoki qisib yuradigan oyoq kiyimni kiyib yurgan paytda oyoqning o'sha aynan poyafzal ta'sir, doimiy mexanik ta'sir ko'rsatadigan qismida turli xil qattiq terilar paydo bo'lib qoladiki, va mana shu joyda biz aytishimiz mumkin, u yerda muguz qavat miqdori ortib ketdi va buni biz qadoq deb atayapmiz. Endi aynan muguzlanmaydigan epiteliyning muguzga aylanib qolishini esa tilda, qizil o'ngachda ko'rishimiz mumkin va bu jarayonning nomini biz leykoplakiya jarayoni deb ataymiz. Aynan bu distrofik jarayon ham patologik jarayon, shuning uchun buni oqibatini biz ko'rib o'tmasak bo'lmaydi. Buni oqibati ko'pincha bizda o'smaga aylanib ketishi mumkin bo'ladi. Ya'ni xavfsiz va yoki xavfli turdagi o'smalarga aylanib ketishi mumkin muguzli, ya'ni shoxli distrofiya jarayonimiz. Bo'lmaganda biz siz bilan hozir oqsilli parenhematoz distrofiyalarni ko'rib chiqdik. Demak, hammasi hujayraning ichida ketyapti, oqsillar almashinuvi buzilishi bilan bog'liq bo'lyapti. Bularning turlari gidropik, gialin tomchili va muguzli distrofiyalarga bo'lib o'rgandik. Keyingi turdagi distrofiyalarga o'tamiz. Xo'p. Parenhematoz yog'li distrofiyalar. Demak, parenhematoz hujayraning ichida ketyapti va qaysi modda almashinuvi buzilishi bilan bog'liq? Aynan
yog'li moddalar almashinuvi buzilishi bilan bog'liq holatdagi distrofiyalarni ko'rib chiqamiz va bularni ham biz 3 ta guruhga bo'lib o'rganamiz. Birinchi guruh distrofiyalarimiz bu neytral yog'lar miqdorini ortishi bilan kelib chiquvchi distrofiyalar. Ya'ni ba'zi a'zolarda bizda neytral yog'lar bor. Ya'ni glitserin va yog' kislotasi bir ikkidan hosil bo'lgan moddalarni biz neytral yog'lar deb ataymiz. Va bu neytral yog'lar bir nechtasi bir-biri bilan qo'shilsa-chi murakkab yog'larga aylanadi va biz bularni lipidlar deb ataymiz. Va neytral yog'lar lipidga aylanish bilan boruvchi distrofiyalar aynan parenhimatoz yog'li distrofiyalarning ikkinchi turi sifatida qaralyapti. Uchinchi turdagi distrofiyamiz bu normada yog' bo'lishi kerak bo'lmagan sohada yog' paydo bo'lib qolishi bilan bog'liq bo'lgan distrofiya hisoblanyapti. Demak, parenhimatoz yog'li distrofiyani ham 3 ta turga bo'lib o'rgandik. Neytral yog' miqdorining ortishi, neytral yog'ning lipidga aylanib qolishi yoki normada yog' bo'lmagan sohada neytral yog'larning paydo bo'lib qolishi bilan boruvchi distrofiyalarga bo'lib o'rgandik. Aynan neytral yog'lar miqdorining ortishi bilan bog'liq distrofiyalarni biz jigarda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni jigarda yuzaga keladigan turli xil qon quyilishlar yoki bo'lmasam turli xil shikastlanishlar ta'sirida jigarda neytral yog' miqdori ortib ketishi kuzatiladi va biz buni jigardagi parenhimatoz yog'li distrofiya deb ataymiz yoki sodda til bilan aytganda buni yog'li gepatozlar deb atashimiz mumkin bo'ladi. Va bunda asosan biz triglitseridlar miqdorini ortib ketishini ko'rishimiz mumkin. Triglitseridlar miqdori nima bo'lar ekan? Ortib ketar ekan. Buni asosan biz ko'rishimiz mumkin aynan o'sha jigarga qon quyilishida yoki bo'lmasam aynan jigarning oqsil sintez qilish funksiyasining buzilishi bilan bog'liq holatda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni oqsil sintezi buzilishi bilan ko'rishimiz mumkin. Nimaga deb ataydigan bo'lsak, demak aynan triglitseridlar normada apokrin oqsili bilan birikib bizda lipoproteinlarni hosil qiladi. Qachonki apokrin oqsili organizmda kamayib ketganda jigarda triglitseridlar miqdori ortib ketadi va bu jigarning yog'li distrofiyasiga sabab bo'ladi. Va biz buni nafaqat jigar kasalliklarida, balki buyrak kasalliklarida ham ko'rishimiz mumkin. Nima uchun deb aytadigan bo'lsak, demak aynan buyrak kasalliklarida organizmdan siydik bilan ko'p miqdorda oqsil chiqib ketadi. Natijada biz boya aytib o'tgan apokrin oqsilimiz miqdori kamayib ketib, triglitserid miqdori oshib ketadi-da, qarabsizki jigarda yog'li distrofiya jarayonini ko'ramiz. Va mana shu sindromning nomini biz gepato-renal sindrom deb ataymiz. Ya'ni jigar yog' bosyapti, kasallik buyrakdaligi uchun. Aynan bunda biz jigarda ikki xil mikroskopik ko'rinish ko'ramiz. Mabodo jigar bo'lakchasini oladigan bo'lsak, atrofida yog'li distrofiya rivojlangan bo'lib, o'rtasida qon quyilish o'chog'i bo'ladigan bo'lsa, biz buni soxta muskatsimon jigar deb ataymiz. Xuddi muskat yong'og'iga o'xshab ko'rinish berganligi uchun. Bordi-yu, jigar to'qimasini ko'rganimizda total ravishda yog' bosganligini ko'radigan bo'lsak, biz bu jarayonning nomini g'oz jigari deb ataymiz. Ya'ni g'ozda jigari shunaqa xususiyatga ega, ko'rsangiz to'lni yog' bosib yotgan bo'ladi. Shuning uchun bu jarayon nomini g'oz jigari deb atalyapti. Keyingi jarayon, ya'ni neytral yog'larning lipidga aylanib qolishi bilan boradigan jarayon. Demak, bilishimiz kerak, qaysidir hujayrada neytral yog' bor va bu lipidga aylanib qolsa, murakkab yog'ga aylanib qolsa, bu yog'li distrofiyamizning ikkinchi turi bo'lyapti. Biz bu jarayonni ko'rishimiz mumkin asosan buyrakda. Ya'ni buyraklarda normada neytral yog' mavjud bo'lib, aynan lipidga aylanib qolishi mumkin va buni buyrakda kanalcha qismida ko'rishimiz mumkin. Ya'ni buyrak kanalchalarida kanalchasida rivojlanadi bu jarayon va buni kelib chiqishiga asosiy sabab bu zaxm kasalligi. Ya'ni zaxm kasalligida aynan tubulopatiya sifatida buyrak kanalchalariga aynan o'sha oqish troponema deb ataluvchi mikroorganizm ta'sir ko'rsatadi. Natijada u yerdagi neytral yog'lar bir-biri bilan qo'shilib lipidlarni hosil qiladi va biz buni ikkinchi turdagi parenhimatoz yog'li distrofiya deb atadik. Keyingi turi bu yog' yo'q sohada yog'larning paydo bo'lib qolishi bilan boruvchi kasalliklar. Va biz buni ko'rishimiz mumkin asosan yurakda. Ya'ni yurakda asosiy tashkil qiluvchi hujayralari bular kardiomiyotsitlar hisoblanadi va bularning tarkibida normada yog' bo'lmasligi kerak. Qachonki organizmda gipoksiya holati yuzaga kelganda, ya'ni gipoksiya bu kislorod yetishmovchiligi bo'lganda yurakka qon bilan kislorod kelish kamayib ketadi. Natijada yurakni mikroskopik ko'rganimizda aynan kardiomiyotsitlarning ichida nimalar paydo bo'lib qolganligini ko'rishimiz mumkin ekan, har xil yog' tomchilari paydo bo'lib qolganligini ko'rishimiz mumkin va biz buni aynan
yo'lbars yuragi deb ataymiz. Yo'lbars yuragi. Yo'lbars yuragi aynan yurakda parenhematoz yog'li distrofiyaning natijasi hisoblanar ekan. Demak, keyingi turdagi distrofiyalarimiz bilan tanishamiz. Parenhematoz uglevodli distrofiyalar. Demak, parenhematoz deyapti, hujayraning ichida ketuvchi va uglevod miqdorining o'zgarishi bilan boruvchi distrofiyalar parenhematoz uglevodli distrofiyalar hisoblanadi va bu distrofiyalarni ham ikkita turini farqlaymiz. Birinchi turi bu qandli diabet kasalligi, ikkinchisi glikogenoz jarayoni hisoblanadi. Aynan qandli diabet kasalligida organizmda glyukoza miqdori ortib ketadi. Ya'ni glyukoza miqdori oshib ketadi. Va glyukoza miqdorining ortib ketishi aynan qonda ko'p miqdorda glyukoza periferik a'zolarga borishiga va u sohada sorbitol deb ataluvchi ko'p atomli spid bor bizda. Aynan glyukozadan ana shu spid, ana shu sorbitollar ko'p miqdorda hosil bo'lishiga va bu modda ta'sirida organ to'qimalarida hujayralar shikastlanishiga sabab bo'lishi mumkin bo'ladi, aynan glyukoza miqdorining ortishi. Va bunda biz aynan ko'zda retinopatiya, ya'ni ko'rish o'tkirligining pasayishi, oyoq qo'llarda, demak tanada deymiz, nevropatiyalar ko'rishimiz mumkin. Nevropatiya degani bu aynan tashqi muhitdan kelayotgan axborotni noto'g'ri qabul qilish, ya'ni noto'g'ri his qilish degan ma'noni anglatadi. Ya'ni nevropatiya holatida, qandli diabet kasalligi bor odamlarda, demak, qo'li sovqotib ketgan taqdirda qo'lini yoki oyog'ini pechkaga qo'yadi, lekin pechkani haddan tashqari issiqligini u sezmaydi va ma'lum vaqtdan keyin ular qo'lini yoki oyog'ini kuydirib olishi mumkin, chunki ular issiqlikni prosta uyushish sifatida qabul qilganligi uchun. Va mana shu jarayon nomini biz nevropatiya jarayoni deb atayapmiz. Ikkinchi aynan uglevodli distrofiyamiz bu glikogenoz. Bu nima degani? Aynan glikogen miqdorini aynan organizmda glyukozadan hosil bo'luvchi modda bor. Buning nomini biz glikogen deymiz. Aynan o'shani shu glikogen miqdori ortib ketishi bilan boruvchi jarayonni biz glikogenoz deb ataymiz. Endi glikogen miqdori haddan tashqari ortib ketishi nima oqibatlarga olib keladi degan savol tug'ilishi mumkin sizda. Biz bundan oldin glikogenning qanday hosil bo'lishini bir qator eslab o'tamiz. Ya'ni qonda qanchalik glyukoza miqdori ko'p bo'lsa, bizda maxsus gormon bor. Uni nomi insulin gormoni. U ortiqcha glyukozani jigarda glikogen sifatida saqlab to'plab beradi. Va qachonki organizmda ovqat bo'lmagan paytda, och qolgan paytda ana shu qonda glyukoza miqdori kamayib ketganda sog'lom odamda glikogendan glyukoza hosil bo'lishi kerak. Va mana shu glikogendan glyukozaning hosil bo'lishi maxsus fermentlar yordamida amalga oshiriladi. Ba'zi holatlarda mana shu ferment yetishmay qoladiki va biz bu jarayon nomini fermentopatiya deb ataymiz. Fermentopatiya, ya'ni glikogendan glyukoza hosil qiluvchi fermentning yetishmovchiligi. Buning ta'sirida esa glikogen glyukozaga aylana olmaydi va qarabsizki, organizmda glikogen miqdori ortib ketadi. Va glikogen miqdorining ortib ketishi esa glikoproteidlar miqdori ortib ketishiga sabab bo'ladi. Ya'ni glikoproteid miqdori ortib ketadi. Aynan glikoproteidlar bu nima? Glikoproteidlar ana shu ortiqcha miqdordagi glikogenni oqsil bilan birikishidan hosil bo'lgan moddalar hisoblanadiki, aynan glikoproteidlarning o'zini ham organizmda maxsus funksiyasi bor. Ular mukoid va mutsen deb ataluvchi moddalarning sintezini ta'minlaydi. Aynan glikoproteidlar miqdorining ortib ketishi mukoid va mutsin miqdorining ortishiga sabab bo'ladi. Va bu moddalar bilamiz, anatomiya fanidan o'rgangansiz yoki gistologiyadan shilimshiq, ya'ni oshqozon ichak sistemasidagi shilimshiq moddani hosil qiluvchi moddalar hisoblanadi. Mana shu shilimshiqni miqdori ortishiga sabab bo'ladi va biz buni shilimshiqli distrofiya deymiz. Ba'zi holatlarda chaqaloqlar mana shu fermentopatiya holatida tug'ilib qoladi. Natijada glikogen miqdori ortib ketib, buning natijasi glikoproteidlar miqdori ortib ketadi. Va bundan keyin mukoid, mutsin va shilimshiq moddaning ortib ketishidan oshqozon ichak devorida haddan tashqari ko'p miqdordagi shilimshiq modda ichak devorining nimasiga, nekroziga sabab bo'lib qoladi va bu kasallikning nomini biz mukovitsidoz kasalligi deb ataymiz. Mukovitsidoz
sidoz kasalligi deb ataymiz. Va endi bu chaqaloq hech qachon yegan ovqatni hazm qila olmaydi. Chunki aynan yegan yoki onasini emganda qabul qilgan suti aynan oshqozon ichi sistemasidan devordan so'rilishi kerak qonga. Bu yerda nekroz bo'lib ketganligi uchun so'rilolmaydi. Natijada bola kattalashmaydi yoki bo'lmasa ozg'in moddani o'ziga o'zlashtirilmaydi va maxsus operatsion yordam ko'rsatish talab qilinib qoladigan holatlarga kelib qolishi mumkin. Demak, umuman olganda uglevodli distrofiyalarimiz ikki xil kasallik ko'rinishida rivojlanyapti. Qandli diabet va glikogenozlar sifatida rivojlanyapti. Parenhematoz, ya'ni hujayraning ichida kechuvchi distrofik jarayonlarimiz asosan mana shulardan iborat edi. Demak, bugungi darsimizni ham shu joyida to'xtatamiz va keyingi darslarimizda Xudo xohlasa sizlar bilan patologik anatomiyaga bog'liq boshqa turdagi mavzularni, umumiy patologik anatomiya, keyinchalik xususiy patologik anatomiyaga bog'liq mavzularni birgalikda ko'rib chiqamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.